Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz mikrobiologiya faniga kirish, ya'ni eng birinchi darsimiz hisoblanadi. Mikrobiologiya fani nimani o'rganadi? Bu mikroblar haqidagi fan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni mikroblar deganimiz nima? Bu bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar, spiroxetalar, riketsiyalar, oddiylar, ya'ni soddaliklar deb ham aytiladi. Ya'ni mana shu kasallik paydo qiluvchi mikroorganizmlar haqida, ular haqida tushunchalarni beruvchi fan bo'lib hisoblanadi. Mikrobiologiya fani yunoncha mikros kichik, bios hayot degan ma'noni anglatadi. Mayda, sodda, ko'zga ko'rinmaydigan bir hujayrali mikroorganizmlar haqidagi fan bo'lib hisoblanadi. Bu mikroblarning hayot faoliyati, ular ta'sirida odam organizmida paydo bo'ladigan o'zgarishlar, ham foydali, ham zararli o'zgarishlarni o'rganuvchi fan bo'lib hisoblanadi. Bu mikroblar tomonidan kelib chiqadigan kasalliklar bor, masalan, mikroorganizmlar tomonidan kelib chiqadigan kasalliklarga tashxis qo'yish usullari, qanaqa usullar orqali bizlar mikrobiologik kasalliklarga diagnoz qo'yishimiz mumkin. Mana shular haqida tushunchalar beruvchi fan bo'lib hisoblanadi. Keyingi yillarda mikrobiologiya fani judayam katta o'zgarishlarga va judayam katta rivojlanish bosqichiga ko'tarildi. Sababi mikroblarning yangi turlarining o'ylab topilishi yoki aniqlanishi, mikroblarga tashxis qo'yishning yangi usullarining o'ylab topilishi va yangi kasalliklarga tashxis qo'yish yo'llarining paydo bo'lishi bu mikrobiologiya fanining rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Mikrobiologiya fani bu faqatgina kasallik qo'zg'atuvchi mikroblarni o'rganuvchi fan emas. Ya'ni uni tarmoqlari bor. Ya'ni bu tarmoqlari qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni odamlarda paydo bo'lgan kasalliklardan tashqari odamlar uchun foydali bo'lgan mikroblarni o'rganish, qishloq xo'jaligida foydalanadigan mikroorganizmlar haqida ma'lumotlar berish va uni o'rganish, mikroorganizmlar sanoat miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan foydasini o'rganish, ya'ni ishlab chiqarishda mikroorganizmlar tomonidan qanaqa moddalarni ishlab chiqarishda foydalanish mumkin, mikroorganizmlar tomonidan farmatsevtika deymiz, ya'ni dorivor vositalarni ishlab chiqarish, masalan, antibiotiklarni olish, mikroblarni bir-biriga qarama-qarshi ishlab chiqaradigan toksinlar, fermentlar ta'sirida nima deydi, kasalliklarning davolash yo'llarini o'ylab topish, e, fakt deydi, ya'ni virus, bakteriya faktlar degan narsamiz bo'ladi. Bular o'sha viruslarning bakteriyalarga qarshi e, ta'sirini o'rgangan holatda o'sha viruslar yordamida bakterial kasalliklarni oldini olish va davolash degan narsalar bor. Mana shular haqida tushunchalar beriladi. Tibbiyot mikrobiologiyasi haqida gaplashilganda uni o'zi ikkita qismdan iborat bo'ladi: umumiy va xususiy deyiladi. Umumiy qismida mikroblarning umumiy tuzilishi, mikrob qanaqa qismlardan iborat, morfologiyasi, shakli qanday, nima qismlarga ega, xipchini bormi, kapsulasi bormi, sporasi bormi, DNKsi bormi yoki DNKsi yo'qmi, plazmida degan narsasi bormi, plazmida nima vazifani bajaradi, o'shalar haqida tushunchalar beriladi. Genetikasi bor, masalan, mikroorganizmlar, ya'ni o'sha bu yerda ko'proq masalan bakteriya misolida aytishimiz mumkin. Nafas olishi qanday, anaerob, aerob, fakultativ, obligat, anaerob degan tushunchalar bor. Mana shular haqida tushunchalar beriladi, ya'ni umumiy tushunchalar beriladi. Mikrob haqida nima ma'lumot bo'lsa mana shu qismda o'tiladi. Ikkinchisi xususiy qismi degani bor. Bu yerda har bir mikrobga birma-bir to'xtab o'tiladi. Ya'ni kasallik paydo qiluvchi mikroorganizmlarning qanaqa tuzilishga ega, u qanaqa yo'l bilan odamdan odamga yuqishi mumkin, odamga tushgandan keyin, odam organizmiga kirgandan keyin uni patogenligi qanday, ya'ni kasallik qo'zg'ata olish xususiyati qanday, virulentligi degani bor, uning kuchi deb aytsak bo'ladi, uni qanaqa xususiyatlarga ega, odam organizmiga borgandan keyin qanaqa patogenetik bosqichlardan iborat degan narsalar bor. Mana shular haqida tushunchalar beriladi. Bu yerda aytiladi, xususiy bo'limda har bir kasallikka xos bo'lgan klinik belgilar bor. Masalan, qizilcha qizamiqlarda toshma toshadigan bo'lsa, gepatitlarda sariqlik belgilari bo'lishi mumkin. Ba'zi bir kasalliklar bor, masalan, yiringli toshmalari bo'lishi mumkin. Mana shular haqida tushunchalar, ya'ni diagnoz qo'yganda, tashxis qo'yganda qanaqa usullardan foydalaniladi, o'shalar haqida tushunchalar beriladi. Tibbiyot mikrobiologiyasi bu hamma fanlar bilan chambarchas bog'liq holatda bo'ladi. Masalan, buning ichida biologiya, epidemiologiya, gigiyena, bioximiya va boshqa fanlar bilan chambarchas bog'liq holatda undagi ma'lumotlardan foydalanib, bu yerda tushunchalarga ega bo'lish hisoblanadi. Kasalliklarga tashxis qo'yish, yangi tashxis metodlarini o'rgatish, masalan, talabalarga o'shalar haqida tushunchalar beriladi.
Hozirgi vaqtda odam va hayvonlarda uchraydigan kasalliklarning 75% holati viruslar tomonidan kelib chiqadi. Ko'pchilik masalan bilmasligi mumkin. Virus, bakteriya ikkalasi bir narsa deb. Yo'q, unaqa narsa emas. Masalan, bakteriya o'ziga xos xususiyatga ega, virus o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Demak, bu o'sha bakteriya va viruslarning o'ziga xos xususiyatlari haqida tushunchalar beriladi. Aa, Keyin keyingi yillarda immunologiya fanining judayam tez sur'atlarda rivojlanishi bu ko'pincha bakteriya va viruslarga qarshi chora-tadbirlarning ishlab chiqarilishi bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu yerda immunologiya deydi. Har bir kasallikdan keyin paydo bo'ladigan immunitetning holati. O'zi odamda har qanday kasallikdan keyin immunitet shakllanadi. Lekin ba'zi kasalliklarda uzoq muddat bo'lishi mumkin, ba'zi kasalliklarda qisqa muddatli davom etishi mumkin. Bu yerda immunologiyada asosiy tushunchalar bu yerda emlashlar haqida, ya'ni bakterial va viruslar kasalliklarga qarshi immunitetni sun'iy usulda shakllantirish. Bu vaksinalar yordamida. Masalan, ko'pchiligimiz biladigan narsa COVID vaqtidagi pandemiyadagi yoki bizdagi rejali emlashlarni nazarda tutsak bo'ladi. Mikrobiologiya fanida tashxis qo'yish usullari bor. Ya'ni har bir qanday kasallik paydo bo'lgan vaqtida uni tashxislash usullari bo'ladi. Bularda masalan hozir ko'rib chiqadigan usullarimiz bu eng ko'p qo'llaniladigan usullardan ko'rib chiqishimiz kerak. Birinchi, eng eski va eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biri bu mikroskopiya usuli bo'lib hisoblanadi. Bu bakteriyalarni vizual, ya'ni mikroskop yordamida ko'rish bo'lib hisoblanadi. Mikroskopiya usulida odamdan olinadigan, masalan, kasallikning turiga qarab turib ajratmalar olish mumkin. Masalan, balg'am, najas, siydik, qon yoki orqa miya suyuqligi olishi mumkin yoki burun va halqumdan surtmalar olib turib o'sha bakteriyani surtmasini tayyorlab mikroskop yordamida ko'rish bu mikroskopiya usuli deyiladi. Endi bu yerda chuqurroq o'rganiladi. Keyingi darslarimizda bular haqida masalan mikroblarni bo'yash, mikroskopning tuzilishi, qanaqa qismlardan iborat, ishlash prinsipi bor, o'shalar haqida tushunchalar beriladi. Bakteriologik usul deganimiz bor. Bu bakteriologik usulda eng asosiysi odamdan olingan materiallarni oziqa muhitiga ekish. Ya'ni bakteriyalarni o'stirish uchun sun'iy oziqa muhitlari bo'ladi. O'sha oziqa muhitlarda bakteriyalarni o'stirib, masalan, 1 kun, 2 kun, 5 kun, 10, masalan, tuberkulyoz tayoqchalarida 30 kunlik o'sish muddati beriladi. O'sha vaqtda u qanaqa o'sib chiqadi, kulturaning shakli qanaqa, uning qanaqa xususiyatlari bor, qaysi oziqa muhitda yaxshi o'sadi, fermentativ xususiyatlari degan narsalar bor, o'shalar haqida tushunchalar beriladi. Keyingisi biologik usul bo'lib hisoblanadi. Biologik usul qanday u? Biologik usulda masalan odamda qaysi bir kasallikka gumon qilib turibmiz, unga diagnoz qo'yishimiz kerak bo'lib tursa, odamdagi o'sha surtmani, masalan, odamdan olingan namunani, masalan, qon yoki boshqa najas yoki siydikdan olingan, ajratib olingan bakteriyani biz laboratoriya sharoitida sun'iy usulda hayvonlarga bu kasallikni yuqtirib ko'ramiz. Ya'ni bu yuqtirgandan keyin mana shu yuqtirgan hayvonimizda belgilar qanaqa bo'ladi, qanaqa belgilar kuzatiladi, hayvon necha kun yashaydi, uni masalan antibiotiklarni ta'sirini o'rganishimiz mumkin. Masalan, o'sha kasallantirgan hayvonimizga antibiotiklarni yuborib ko'rib, u qanaqa ta'sir ko'rsatadi. Yoki agar mabodo o'lim ko'rsatkichi bo'lsa, uni o'sha hayvonni o'ligini yorib ko'rib, undagi qanaqa o'zgarishlar kuzatildi, o'shani aniqlashimiz mumkin. Serologik usul immun zardoblar yordamida tekshirib, reaksiyalar qo'yilib, kasallikka tashxis qo'yishda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Allergik usul deydi. Masalan, qaysi bir kasallikka kasallanib o'tkazganimizdan keyin, ya'ni biz kasallikni boshimizdan o'tkazganimizdan keyin bizda allergik reaksiyalar rivojlanadi. Ya'ni o'shanga qarab turib, masalan, mantu degan sinamamiz bor, o'sha narsa bunga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Endi shifokorlar va tabiatshunoslar bu fanga qanday hissa qo'shgan degan narsamiz bor. Masalan mikrobiologiya degan fanimiz rivojlanishi bu avvalgi davrlardan boshlab rivojlanish bosqichiga ega. Lekin eng yaxshi rivojlanish bosqichi qachon yuz berdi degan narsa bor, bu mikroskop o'ylab topilishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni mikroskop o'ylab topilgandan keyin biz odamlar tomonidan ko'zi bilan mikroblar, ya'ni bakteriyalarni ko'rgandan keyin bu kasalliklarni qo'zg'atuvchilari bor degan tushunchalar paydo bo'lgandan keyin rivojlanish bosqichi yangi darajaga ko'tarildi deyishimiz mumkin. Endi bu yerda aytishimiz kerak, masalan, Gippokrat, Aboli ibn Sinoning fikrlari haqida nazarda tutiladigan gaplar bor. Masalan, u nimalar bo'lishi mumkin? Masalan, avvalgi davrlardan boshlab kasal bo'lgan odam bilan sog'lom odam bir xonada qolsa yoki yaqinroq muloqotda bo'ladigan bo'lsa, sog'lom odamda ham mana shu kasallikka xos bo'lgan belgilar paydo bo'lishi ma'lum bo'lgan. O'sha vaqtda ham odamlarda tushunchalar bo'lganki, demak odamlardan odamga kasallikni paydo qiluvchi tashvishi nimadir bor ko'zga ko'rinmaydigan. O'sha narsani birinchi bo'lib Gippokrat, ya'ni miazma degan narsani aytgan. Abu Ali ibn Sinoning fikrlari bor, masalan,
Pashshalar ko'p bo'lgan joyda yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, hozirgi kunda ham qaysi joyda antisanitariya sharoit bo'lsa yoki pashshalar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa sharoitda nima bo'ladi? Kasallik, ya'ni yuqumli kasalliklar juda ham ko'p uchraydi. Endi bu yerda masalan avvaliy Vintsonning yana bir fikri bor. Odamlarda quturish kasalligi odamni quturgan hayvon tishlashi oqibatida yuqadi degan to'g'ri fikrlarni biz bu yerda aytib o'tishimiz kerak. Feodalizm davridan keyin yana bu yerda tarix haqida ketgan vaqtida bu yerda hozir tez o'tishimiz kerak, sababi ma'lumot juda ham ko'p bu fan bo'yicha beriladigan. Anton van Leeuwenhoekning masalan birinchi marta o'sha hayvonchalar degan nima deydi, hayvonchalar borligini ko'rganligi, ya'ni bu mikroskop yordamida birinchi marta o'sha mikroblarni ko'rganligini e, yaqqol misol hisoblanadi. Masalan, Anton van Leeuwenhoek tomonidan yaratilgan ilk sodda mikroskop hisoblanadi. Edvard Jenner bor, odamlarda masalan uchraydigan yuqumli kasalliklarga qarshi emlashlarni tatbiq qilgan olim hisoblanadi. Ya'ni emlash, vaksinatsiya haqida. Lui Pasteur bor, pasterizatsiya degan tushunchalar haqida ma'lumot bergan olimlar bo'lib hisoblanadi. Robert Kox yuqumli kasalliklarning e, qo'zg'atuvchilari, masalan, Kox tayoqchasi deydi, ya'ni sil tayoqchasi haqida yaqqol va tushunchali ma'lumotlar bergan va uni o'rgangan olimlar va undan boshqa ko'pchilik yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilari haqida ma'lumotlar yiqqan. Mana tuberkulin, ya'ni o'sha boya mantu degan narsamiz. Meshnikovning fikrlari bor, ya'ni odamlarda uchraydigan fagotitoz, ya'ni odamning immun hujayralari, limfosit, limfotitlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ivanovskiy eng birinchi bo'lib viruslar borligini aniqlagan olim, ya'ni filtrdan o'tgan vaqtida bakteriyalardan ham mayda jonzotlar borligini birinchi marta aniqlagan olim hisoblanadi. Grekovning fikrlari bor, masalan, O'rta Osiyodagi mikrobiologiya fanining yoki yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy ishlar qilgan olim. Bunga mavzum shu, to'liqroq ma'lumotlar olish uchun bu keyingi darslarimizda yana davom etamiz.